Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ham g'iybat, ham tuhmat bilan mo'minning obro'sini to'kmang. Yaxshi odamlarni g'iybat qilib yuradigan ba'zi kimsalar haqida xalqimiz uning ko'nglida kiri bor deyishadi. Bir inson, xoh u erkak yoki ayol bo'lsin, johiliyat davrida biror gunoh ish qilib yurib, endi vaqti kelib hidoyatga kirib tavba qilgan bo'lsa, odatda odamlar uning yaxshi sifatlarini maqtab gapirishadi. Ammo haligi qalbida g'ashligi bor inson esa darrov bu oldinlari falon piston gunohlarni qilib yurardi, endi odam bo'lib qoptimi deb rosa chaynaydi. Bilmaydiki, o'sha yerning o'zida u bu ishi bilan ikkita katta gunoh ishni qilyapti. Biri o'sha odamning g'iybatini qilib gunohini olayotgani bo'lsa, ikkinchisi esa musulmonning sha'nini, obro'sini ko'pchilik oldida to'kib harom ish qilyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: har bir musulmonning moli, nomusi, obro' sha'ni va qoni boshqa musulmon uchun haromdir. Musulmon birodarini kamsitishi kishining yomonligiga kifoyadir. Muslim rivoyati. Vaholanki o'sha chaynalayotgan odam tavba yo'liga o'tib bo'lgan. Shu kabi uning islomdan avvalgi bilib bilmay qilgan gunohlari kechirilib bo'lingan. Inshaalloh. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Amr ibn As radhiyallohu anhu ga qarata aytgan ushbu so'zlari yorqin misol bo'la oladi. Ey Amr, islom o'zidan oldingi gunohlarni o'chirib tashlashini bilmasmiding? Muslim rivoyati. Demak, kimdir oldin qanday yashagandan qat'iy nazar tavba qilib, chin mo'min musulmon bo'lib yurgan bo'lsa, o'sha odamning avvalgi yomon ishlarini eslatish, orqasidan gapirib yurish ham g'iybat, ham tuhmatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ya Rasululloh, g'iybat nima deb so'raldi. Birodaring haqida u yoqtirmaydigan narsani aytishing dedilar. Agar men aytgan narsa unda bo'lsa-chi deyildi. Agar sen aytgan narsa unda bo'lsa, sen g'iybat qilgan bo'lasan. Agar u narsa unda bo'lmasa, sen unga tuhmat qilgan bo'lasan dedilar. Termiziy va Abu Dovud rivoyatlari. Ammo uni g'iybat qilayotgan odam o'zining oqibatidan qo'rqmaydimi? Axir u tavba qilgan bir mo'minni g'iybat qilib, ham g'iybatning, ham tuhmatning gunohini bo'yniga ortib olayapti-ku. Zero tavba qilib, to'g'ri yo'lga kirgan odamni g'iybat qilish aynan gunoh ishlardan hisoblanadi. Vallohu a'lam.